Tog'li hududlarda ko'proq bo'lish nima beradi? Mana tog'larda juda ham kenglik bo'lganligi uchun insonlar bir-birini o'y-fikrlariga ulana olmaydi. Ya'ni o'y-fikrlar sochilib ketadi. Kenglikka sochilib ketadi. Lekin shahar joylarda, odamlar ko'p joylarda o'y-fikrlar uyg'unlashib ketadi. Chunki qancha zichlik bo'lgan sari shunchalik auralar uyg'unlashadi, o'y-fikrlar uyg'unlashadi. Hech e'tibor berganmisiz? Mana atrofingizdagi insonlar faqat o'y-fikri yaxshi mashina minish bo'ladigan bo'lsa, sizni ham o'y-fikringiz yaxshi mashina minish bo'lib qoladi. O'zingizni minib yurgan mashina sizga yoqmay qoladi. Tezroq almashtiray deysiz. Hattoki u planingizda bo'lmasa ham. Yoki boshqa narsalarda ham, mana to'y hashamlarda, hamma narsada bular juda ham ta'sir qiladi. Lekin tog'li hududlarga kelganingizda aynan o'zingizni o'y-fikrlaringiz bilan, o'zingizni qalb xohishlaringiz bilan ulanasiz va tog'da dam olish miyaga ochiqlik beradi, kenglik beradi, o'zi bilan ulanishni beradi va siz o'zingizga nima kerak, shunga ulanib qolasiz. Insonda qanchalik o'zini xohishi asosida yashasa, shunchalik to'g'ri yo'lda ketyapti turgan bo'ladi. Boshqalarning o'y-fikri bilan yashayap turganimizda esa juda uzoq vaqt yo'qotib qo'yamiz va bora-bora keyin nega men shunaqa yashadim, menga nega kerak edi shu narsalar deyishgacha olib keladi. Shu narsaga bormaslik uchun ko'proq dam olish va o'zi bilan uyg'unlashish, o'zini o'y-fikrlari bilan yashash lozim bo'ladi.